Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Akalar, opalar, jigarlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Uzoq tanaffusdan keyin, juda uzoq tanaffusdan keyin biz yana ijodga qaytdik, xudo xolisa. Bugun biz sizlar bilan navbatdagi video darsimizni olyapmiz. Xo'p, bugun sizlar bilan nimani o'tamiz? Bugun sizlar bilan while sikli bilan tanishib chiqamiz. Oldingi boblarda for sikli bilan tanishib chiqqandik. While sikli ham shunga o'xshash, faqat for dan farqi. For o'sha ro'yxatdagi yoki qanaqadir listdagi elementlar soniga qarab chiqadigan bo'lsa, while sikli qanaqadir shart bajarilishi orqali ichidagi elementlarni qaytaradi. Qanaqadir shart bajarilsagina qaytaradi. Agar shart bajarilmasa qaytarmaydi. Hop, buni hozir misollarda ko'rib chiqamiz. Batafsil o'zi bo'yicha misollarda. Hop, birinchi mana while sikli qanday ishlaydi? Bizda son bor, sondagi o'zgaruvchi bor. O'zgaruvchiga qiymat berdik 1 degan. While agar son 5 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, uni print qil, ya'ni konsolga chiqar. Konsolga chiqar. Va unga birni qo'shib bor deb chiqazyapmiz. Hop. Hozir buni rang qilib tekshiradigan bo'lsak, mana 1, 2, 3, 4. Endi hozir buni ko'rmaslik mumkin, qayta rang qilamiz. Chunki bundan oldin kodlar test qilingan, kodlar ishlatilgan. Alohida chiqazib beraman. Mana 1 5 dan kichkina. Bu yerda 5 ga teng yoki kichkina deyilgan. 1 5 dan kichkina. Shart bajarilgandan keyin yana boshiga qaytyapti 2. 2 ham 5 dan kichkina, yana shart bajarildi, boshiga qaytyapti 3. 3 ham 5 dan kichkina. Shart bajarildi. 4 5. 5 ga yetganda shart batamom tugadi. Sababi 5 5 ga teng. Bu bizda son 5 dan kichkina yoki teng bo'lsa deyilgan. 5 5 ga teng bo'lgani uchun shart batamom bajarildi va shu bilan sikl to'xtadi. Sikl shu ko'rinishda bajariladi. Endi keyingi misollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, hop. Endi biz while siklda inputning o'rni, input ishlatamiz while siklda. Hop, buni hozir misolda ko'rib chiqamiz. Bizda o'sha kiritilgan sonlarning kvadratini hisoblaydigan dastur bor. Hozir o'sha dastur yozilgan. Ya'ni son kiritiladi, o'sha sonni kvadratini hisoblaydi. Hop, hozir buni rang qiladigan bo'lsak, mana bizda kvadratini kiritilgan sonning kvadratini hisoblaydigan dastur istalgan sonni kiriting. Ya'ni bizdan o'sha son kiritishni so'rayapti. Dasturni to'xtatish uchun exit deb yozing. Ya'ni biz o'sha sonlarni kiritib hisoblab bo'lganimizdan keyin, kodni test qilib bo'lganimizdan keyin exit deb olsak, kod to'xtaydi. Hop, biz hozir kiritamiz 5. 5 kvadrat 25, 6. 6 ni kod 36. 7. 7 ni 49. Ya'ni bu любой songa ishlaydi. Xohlagancha xona kiritsa bo'ladi bunga. O'sha 2 xonali, 3 xonali, 4 xonali kiritsa ham bo'ladi, 5 xonali kiritsa ham bo'ladi. Любой sonni hisoblaydi. Dastur shunga moslashgan. Endi sonlar kattargan sari, kattarib borgan sari o'sha hisoblash vaqti ozgina cho'zilishi mumkin. Bu endi o'sha kodni ishlashiga bog'liq. Hop, keyingi biz flag, ishora flag degan ko'rib chiqamiz. Bunda o'sha kiritilgan sonni kvadratini hisoblashda buni ham o'sha istalgan sonni kiritamiz. Agar o'sha shart bajarilsa, u to'xtaydi. Ya'ni oxirida shart bajarishda o'zimizni qo'limizga berib qo'ygan. Xohlagan vaqting to'xtadi. O'zing xohlagan vaqting o'sha kodni to'xtatadi degan ma'noda. Xohlagan sonimiz kiritsak bo'ladi bu yerda ham o'sha kiritilgan sonni kvadratini hisoblaydigan dastur. Istalgan sonni kirityapti. Dastur to'xtatish uchun exit tugmasini bosdi. Exit deb yozyapti. Exit deb yozsa, o'sha dastur to'xtaydi. Hop. Clear ko'ramiz. Istalgan sonni kiriting. Istalgan sonni kiritamiz. Hop, yana 8. 8 ga 66. 6 ga 36. 2 tur. Shunday qilib hisoblab boriladi agar biz bu yerga o'sha exit deb yozadigan bo'lsak. Exit deb yozadigan bo'lsak, bu o'sha sikl shu yerda to'xtaydi. Ya'ni kod shu yerda to'xtaydi. Chunki to'xtash uchun biz o'sha exit deb yozishimiz o'zi yetarli.
Keyingi ko'radiganimiz break operatori. Breakni ancha oldin ham ko'rganmiz, ishlatib ko'rganmiz. Break o'sha to'xtatish uchun, kodni siklni to'xtatish uchun ishlatiladi. Bunda ham o'sha kiritilgan sonni kvadratini hisoblash break while'ni to'xtatadi. O'sha break operatordan foydalangan holda buni to'xtatyapmiz. Biz tepada ishora deb yozgandik, mana bu yerda ishora flag deb yozgandik, bu yerda break deb yozgandik. Break o'sha kodni to'xtatishda bizga yordam beradi. Bunda ham o'sha ko'rinishda chiqadi, faqat biz break operatordan foydalanganmiz, farqi shunda. Endi bu yerda for siklini to'xtatish uchun break deyilgan. Bizdan sonlar bor, ya'ni list bor bizda. 1 dan 11 gacha kiritilgan listlar bor. Agar i son 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, to'xtat deyapti sonni. 1niki, 2niki, 3niki, 4niki 5 gacha bormaydi, chunki son 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, uni to'xtat deb break operatoridan foydalanyapti. Hop, keyingisi continue operatori davom etish. Hop, bizda sonlar degan o'zgaruvchi bor, uning ichida list bor. List ichida o'sha 1 dan 11 gacha bo'lgan sonlar bor. Sonlarni agar son 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, davom et deyapti. Quyidagi kodni bajarmasa, sikl boshiga qaytadi. Quyidagi kodni bajarmasdan sikl boshiga qaytadi. O'sha bu yerda 5 yo'q. Agar son 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, o'sha 5 ni olib tashlaydi, qolganini chiqaradi. 1 kvadrati 1, 2 kvadrati 4, 3 9, 4 6, 16. Shu ko'rinishda. Hop. Bularni yana comment qilib qo'yamiz. Keyingisi while siklidagi continue. Hop, buni run qiladigan bo'lsak, 2, 4, 6, 8, 10. Bizda faqat juft sonlarni chiqaryapti, to'q sonlarni olib tashyapti. To'q sonlar kerak emas deyapti. O'sha son 0 deb kiritildi, 0 dan boshlab sanaydi 10 gacha. O'sha orasida to'q sonlar tushiradigan bo'lsa, to'q sonlarni tushirib qoldirib, faqat juft sonlarni chiqaradi. 2, 4, 6, 8. Javobini pastda ko'rishimiz mumkin. Hop, endi buni ham kommentga olamiz. Keyingisi abadiy sikl. Abadiy sikl haqida qisqacha tushuntirib o'taman. Abadiy sikl nima? Abadiy sikl bu o'sha kod yozilish davomida, o'sha siklni yozish davomida qanaqadir xatoliklar kelib xatosini qoldirish, ya'ni sonni yo esimizdan chiqarib qo'yishimiz yo o'sha sikldagi qaysidir o'zgaruvchilarga qiymat bermasak, o'sha abadiy siklga aylanib qolishi mumkin. O'sha biz abadiy siklga iloji boricha qochishimiz kerak. Sababi abadiy sikl to'xtatish endi qiyin emas, lekin u o'sha ishga tushganidan keyin device qiynalishni boshlaydi. Ishlashi, resurs talab qilishi kuchayadi. Hozir biz buni qisqacha misolda kiritganmiz. Biz songa qiymat bermaganmiz va shu tufayli bu abadiy siklga aylanib qolgan. Buni hozir biz clear qilamiz. Tozalaymiz. Va bu yerda biz o'sha kodni run qiladigan bo'lsak, mana o'sha abadiy siklga tushib qoldi, 0. Tinmasdan 0 yozadi, sababi biz o'zgaruvchiga qiymat kiritmaganmiz. O'shaning uchun abadiy siklga tushib qoldi bu. Buni biz to'xtatishimiz uchun Ctrl S tugmasini bossak, bu to'xtaydi. Endi mana ko'rsatyapti, sen qiymat kiritmagansan. Xatolik kelib chiqqan bu yerda deyapti. Shu abadiy siklda iloji boricha ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki o'sha kodlarni run qilayotganmiz, abadiy siklga tushib qoladigan bo'lsa, u run qilgandan keyin kompyuterdagi resurslarni talab qilishi kuchayadi, ko'proq narsa talab qiladi. Shu bois ustroyство ham qotishi mumkin. Qurilma ham, device ham qotishi mumkin. Keyingi ko'radigan narsamiz biz while yordamida, ya'ni while sikli yordamida ro'yxatni to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Hop, bizda ismlar degan ro'yxat bor. Ro'yxat bo'sh, ro'yxatni to'ldirmaganmiz. Endi biz bu ro'yxatni to'ldirishni foydalanuvchidan so'rayapmiz. Ya'ni yaqin do'stlaringiz ro'yxatini tuzamiz. Endi birga tenglayapmiz. Nimaga birga tenglayapmiz? Buni keyin tushuntirib o'taman. Savol berilyapti bizda, mana
bizga savol berilyapti bu yerda. F stringdan foydalanyapti. N do'stingiz ismini kiriting. N ni mana nimaga birga tenglaganmiz. Bu dastur o'sha sanoq davomida 0 dan boshlanadi. Ya'ni 1 dan boshlanmaydi, 0 dan boshlaydi. Shuning uchun biz n ni 1 ga tengladik. Agar biz n ni 1 ga tenglamaydigan bo'lsak, bu yerda hozir 0-do'stingiz ismini kiriting deb qanaqadir ma'no chiqmay qoladi bu yerda. O'shaning uchun n ni biz 1 ga tengladik. Va biz o'sha funksiyada n ni 1 ga tenglab ishlatishni ma'qul ko'rdik. Ismlar bor bizda, o'sha kiritilgan do'stning ismini ism degan o'zgaruvchiga kirityapmiz va ismlar degan ro'yxatga, mana tepadagi ismlar degan ro'yxatga boyagi ismda olingan o'sha do'stingizga kiritgan ismingizni qo'sh unga deyapti. Agar yana qo'shmoqchi bo'lsangiz, yana qo'shasizmi do'st deb so'rayapti. Yana ism kiritasizmi bironta ism deb. Agar kiritmoqchi bo'lsangiz o'sha ha deb yozasiz, agar kiritmoqchi bo'lsangiz yo'q deb yozasiz. Undan keyin o'sha tugaydi, sikl tugaydi va do'stlaringiz ismlarini chiqazib beradi bu yerga. Hozir buni run qilamiz. Mana yaqin do'stlaringiz ro'yxatini tuzamiz. Birinchi do'stingizni kiriting. Hop, birinchi do'stim masalan Ali. Yana kiritishni xohlaysizmi? Masalan, ha kiritmoqchiman. Ikkinchi do'stingiz ismi Vali. Yana kiritishni xohlaysizmi? Masalan, ha yana kiritmoqchiman. Uchinchisi Olim. Bosamiz, Olim ham kiritildi, so'rayapti. Biz endi yo'q deb yozadigan bo'lsak, uje sikl tugadi, sikl oxiriga yetdi va do'stlaringizning ro'yxati Ali, Vali, Olim. Biz o'sha kiritgan do'stlarimiz ro'yxatini chiqazib berdi bizga va chiqazganda ham qanday chiqazib berdi? Biz oxirida printda so'radik, title metodidan foydalangan holda. Title metodi bilan oldin tanishib chiqqaningizlar bilan, title metodi o'sha elementlarni bosh harfda yozadi, katta harfda yozib chiqazib beradi. Bu o'sha metoddan foydalanyapti. Biz o'sha metodni kiritib o'tganimiz uchun. Bu metodni kiritmaydigan bo'lsak, biz hozir men o'zim bu yerda yozganman. Mana Ali, Vali deb turib hammasini o'zim katta harflarda yozganman. Agar katta harflarda yozilmaydigan bo'lsa, kichkina harflarda yoziladigan bo'lsa, title metodi qo'shilmaydigan bo'lsa, o'sha kichkina harflarda chiqib qolishi mumkin ismdan. Endi baribir bu imloviy xatoga kiradi. O'shaning uchun biz title metodidan foydalanib, mabodo'siga adashib bo'lsa ham ismlarni kichkina harfda kiritadigan bo'lsa, response, ya'ni javobini katta harflarda chiqazib beradigan qilganmiz. Xo'p, keyingi ko'radigan kodimiz. Keyingi ko'radigan kodimizda biz ro'yxatlarni birlashtiramiz. Ya'ni qanaqa ro'yxatlarni birlashtiramiz? Hop, bizda o'sha yana do'stlaringizni saqlaymiz. Do'stlar degan bor. Bizda uni yoshini ham so'raydi, do'stining yoshini ham so'raydi. O'sha do'stning ismini so'ragan vaqti, ismini tagidan o'sha do'stingizning yoshi nechida deb so'raydi. O'sha yoshini kiritib o'tib ketsak, bir nechta do'stlar kiritilganidan keyin biz funksiyani yakunlaganimizdan keyin, ya'ni boshqa do'stlarimizni kiritmaymiz degan joyga yo'q degan so'z yozganimizdan keyin o'sha do'stlarimiz yoniga yoshlarni ham qo'shib yozib beradi bizga. Hozir buni misolda ko'ramiz. Hop, mana run qilamiz. Do'stlaringizni ismini saqlaymiz. Ya'ni yoshini saqlaymiz. Biz tepada o'sha ismlarni saqlagandik, endi biz yoshini saqlaymiz. Do'stingiz ismini kiriting. Bizda yana Ali. Alining yoshini kiriting. Endi o'sha ism bilan chaqiryapti. Biz boya просто tak ismlar kirgizgan bo'lsak, endi o'sha ism bilan chaqiramiz. Ali deb yozsak, Ali bilan chaqiradi, Vali deb yozsak, Vali bilan chaqiradi, Olim deb yozsak, Olim bilan chaqiradi. Hop, Alining yoshini kiriting. Alining yoshi masalan 20 da. Hop, yana ma'lumot kiritmoqchimisiz? Yana ismini kiritmoqchimisiz? Men hammani kiritmoqchiman. Keyingisi Vali. Valining yoshini kiriting. Yoshi masalan 22 da. Hop, yana ma'lumot kiritmoqchimisiz? Hop, endi boyagini misolga ko'rsatishim mumkin. Hop, men yana kiritmoqchiman va endi ismni kichkina harfda yozaman. Abbos. Kichkina harfda yozdim va enterni bosdim. Abbosning yoshini kiriting. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana A'ni katta harfda yozyapti. Ya'ni boyagi metoddan foydalangan holda shoshilinch kiritilgan bo'lsa ism yoki esdan chiqarilgan bo'lsa, o'sha katta harfda yozish. O'sha imloviy xatoni to'g'rilab, Abbos ismini A'da ham katta harfda yozib chiqazyapti. Yoshini kiriting. 23 da masalan. Yana kiritmoqchimisiz? Men yo'q bu. Enter bosadigan bo'lsak, do'stlaringiz ismini kiriting. Hop, bu yerda qanaqadir xato ketdi. Yo'q bo'ladigan bo'lsa
menimcha endi ishlaydi. Xatolik shu yerda ketdi. Chunki bundan oldin ham rang qilganda xatolik shu yerda ketgan edi. Hali. Hali ismini kiriting. 25. Ha. Ko'rdik-ku masalan. Yo'q. Hali 25 yoshda. Uje to'xtadi. Bizda hozir bitta xato, ya'ni bitta barobar o'rniga undoq qo'yib qo'yganimiz funksiyani to'xtatmayapti. Yo'q deb yozsak ham funksiya to'xtamayapti, davom etib ketyapti. O'sha bitta undoqni xato qilganimiz uchun endi shundan ham bilaverish kerak. Qanaqadir vergullar, ikki nuqtalar qolib ketsa, butun kod xatoga chiqib ketishi mumkin. O'sha narsaga ham e'tibor bilan qarash kerak. Endi xatoga chiqib ketmaydi, o'sha vergulni topish ozgina muammo bo'ladi. Chunki katta kodlardan ikki nuqtalardan topish muammo bo'ladi. Endi biz ro'yxatdan elementlarni o'chirishni ko'rib chiqamiz. Hop. Bizda cars degan ro'yxat bor. Yana bitta while sikldan foydalanyapmiz. Agar o'sha cars degan ro'yxat ichida Kia degan element bo'lsa, Kia degan element chiqarib tashlayapmiz. Bizga cars degan o'sha ro'yxatni qaytarib chiqarib beryapti. Biz natijada Audi, BMW, Volvo, Hyundai. Audi, BMW, Volvo o'rtada Kia bor, Hyundai. Biz bitta Kia'ni chiqarib tashlashni so'radik va bu remove metodi funksiyani chiqarib tashladi. O'sha Kia'ni chiqarib tashladi. Elementni chiqarib tashladi. O'sha biz remove metodidan foydalanib ko'rib chiqsak bo'ladi. Va oxirgi ko'radigan kodimiz elementlarni ko'chirish. Ro'yxatdan ro'yxatga elementlarni ko'chirish. Ya'ni bizda bitta ro'yxat bor. Ro'yxatni foydalanuvchiga beramiz va foydalanuvchi undan foydalanib bo'lgandan keyin boshqa ro'yxatga o'tkazib qo'yadi bu narsani. Hozir bu narsani bitta misolda ko'rsak bo'ladi. Bizda talabalar degan ro'yxat bor va bizda baholangan talabalar degan ro'yxat bor. Bitta while sikldan foydalanganmiz. Talabalar ichidan mana pop metodidan foydalanganmiz. Pop metodi bilan ham oldin tanishib, bo'yicha misollar ko'rib chiqqandik. Pop metodi o'sha ro'yxat ichidagi elementlarni sug'urib olishda ishlatiladi. Hozir buni biz run qiladigan bo'lsak, hozir birinchi bu narsani tozalamasak, juda tushunmovchi mumkin. Hop, mana Husanni bahosini kiriting. Hozir biz o'qituvchimiz, ya'ni o'qituvchilarga yozilgan nima funksiya bu, o'qituvchilarga yozilgan. Husanni bahosini kiriting. Husanni bahosini kiritamiz. Xo'p, masalan 5. Hop, Husan baholandi. Endi Hasanni bahosini. Hasan masalan 2. Hasan ham baholandi, Valini baholang. 2 masalan Vali. Alini baholang 3 masalan. Ali ham baholandi. Ya'ni hamma talabalar baholandi. Bunda o'sha talabalar degan ro'yxatdan baholangan talabalar degan ro'yxatga elementlar ko'chirildi. Shu ko'rinishda biz kodlarni yozsak bo'ladi. Xohlasak bu kodni oxiriga o'sha baholangan talabalar deb turib ham print qilib chiqarib qo'ysak bo'ladi. Endi bu narsani juda qiyin tomoni yo'q. O'zlaringiz ham ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Agar qanaqadir xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, kommentda so'rasalaringiz yordam beraman bu narsa bo'yicha. Hop, bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan narsalarimiz shulardan iborat edi. Bu bo'yicha ham qo'shimcha misollar o'rganish uchun, o'zingiz foydalanishingiz uchun, self study qilish uchun misollar kiritilgan. Bu bo'yicha ham keyingi videolarda o'zimiz o'tirib, alohida o'sha kodlarni yozib o'rganamiz. Hop, sizlar bilan bugun o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ha, aytgancha, kanalga podpiska bosish, videoga like bosish, komment yozish esingizdan chiqmasin, chunki biz bu narsaga qarab turib, to'g'rirog'i men bu narsaga qarab turib, keyingi videolarni chiqarishda o'sha aktivroq bo'laman. Keyingi videolar chiqarishda o'sha sifatliroq videolar chiqadi. Keyingi videolarda kerakli bo'lgan materialni gaplashamiz. Iloji boricha o'sha content makerni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolaman. Xo'p, sizlar bilan bugun Javohir bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.